Salom do'stlar, sizlar bilan yana men Mesrojon. Bugun men sizlarga mishkani qanaqa qilib boshqacha mishkaga o'zgartirishni o'rgataman. Bu juda ham oson do'stlar. Hozir ko'rsataman. Bu faqat Zalit Launcher uchun. Bu lekin Pojo Launcherga ishlamaydi. Mana ko'rib turibsizlar, bu unaqa mishka emas. Mana ko'rib turibsizlar. Bu boshqacha mishka. Ko'rib turibsizlar. Men buni sizlarga qanday qilishni o'rgataman hozir. Kirib olamiz do'stlar. Qalamchi. Mana shu narsani yozamiz. Xuddi or Zalit Launcher Minecraft Cursor yozasizlar, bo'ldi do'stlar. Shunday qilasiz, chiqadi. Shuni bitta bosamiz. Mana birinchida o'zi chiqib keladi yana. Yana birinchida o'zi chiqib keldi mana. Ko'ringlar do'stlar, birinchida chiqib kelgan tirsni bitta bosamiz. Videolarga ham chekkaga surib. Hop. Mana keyin mana shu yerdan hozir kattalashtiramiz. Top red kurs bosamiz. Ha, bo'ldi, bosildi, o'tyapti. Mana ke har xillari chiqib kelgan. Do'stlar ko'rib turibsizlar. Xohlaganlaringizni yuklaysiz, o'zlaringizga yoqqan. Bitta neft demadi, hozir kant tugmasini bosib hozir o'lsinda shunaqa rasmlarni yomon ko'raman. Hozir tamom bo'lib qoldi. Internet ishlamay qoldi. Mana ke o'tkazibdi. Mana ke do'stlar, yana har xillari bor. Mana bunaqa kuchukchaligi, mana bunaqa qilichliklari, bunaqalari ming xili bor. Ko'p xili bor. Mana bunaqasi ham bor ekan. Menga umuman yoqmaydi. Hozir o'zlaringizga yoqqanini yuklayverasizlar. Yana o'tkazamiz. Menga yoqqani hozir chiqmayapti. Eng yoqqani bo'ynakida o'zi. Mana ana shu. Eng yoqqani shu bo'ladi. Yana boshqasiga olib boraveramiz. Ko'p bor. Ko'p balaqali. Bunaqa mishkalar. Qurollar ham bor ekan do'stlar. O'zim bu yoqqa hech olib ko'rmadim-da. Endi ko'ryapman. Qo'y. O'zimga yoqqandan yana chiqsa-chi ko'ramiz. Yo'qda, bitta ham yaxshisi menga yoqadigan chiqmayapti. Xo'sh, ko'raylik. Xchaligi, pichinchaligi, mana qora rangligi ana. Yaxshi bo'ldi. Ko'rdinglar? Kattalashtiramiz. Hozir. Mana keyin kichkina, kattasini emas, kichkinasini bitta ustiga bosasizlar. Yuklaydi. Qaytadan yukla. Bo'ldi, yukladi mana do'stlar. Bo'ldi, bunda chiqib ketamiz. Yana qaytib Zalit Launcher'imizga kiramiz. Hozir to'g'irlash kerak. Keyin bunday qilib bunday qo'ramiz. Bo'ldi. Endi Zalit'imizga kiramiz yana. Yaxshi. Keyin yo'q, shu qayerdan yo'q, bu yerdanmiz. Lekin nastroykaga kirish kerak edi. Ha, nastroykaga kiramiz. Keyin mana bunaqa o'yinchaligini bosamiz. Nima edi? O'yin pultini keyin bosamiz. Pastroqqa tushiramiz. Mana ko'rib turganlaringiz ana shu. Ana shuni ustiga bitta bosamiz. Bu yerda men o'zim tushirgan mishkam. Buni o'zim tushirgan, bu eski. Betga to'xtalasizlar, ko'ra olmay qoldinglar, to'g'rimi do'stlar? Orqaga bitta qaytaramiz. Orqaga. Mana buni ham hamma narsani ko'rsatib o'tib ketsa, ya'ni tushunmadim, yo'rmaylar deyman-da. Mana. Keyin qalamchani chekkaroqqa olib, mana shu ustiga bosasizlar. Hozir biroz qotyaptimi deyman. Manaki shunaqaga o'tadi. Keyin pastroqqa yo'q.
hozirgina shu mana bo'ldi. Telegramda qolib ketibdi. Maniki qora bu. Qorasini bosamiz endi. Ustiga shunday bosamiz, mana tushdi. Keyin ustiga bitta bossanglar kant bekor qilish. Bo'yni qayerdan bo'ladi? Bunday qilganimda. Bo'yni qayerdan qildim? Uzun. Shunaqa bosil qayerdan qilganman? Mana bo'ldi. Mana shuni bosasizlar va oxirgisini bossanglar bo'ldi, o'tadi. Mana do'stlar. Hozir men ishlayotganimni ko'rsataman. Mana endi kichkina mishgacha bo'ldi mana. Ko'rdinglar. O'zlaringizga yoqqan mishkalarni tortib bemalol o'ynaysiz. Kanalimizga obuna bo'linglar, like bosib qo'yinglar. Xayr.